Aslan emas. Takarası, tağda bulbul ballası, seni bizden görmesem, ciddi mayda şeribi. Senden başka, sana başka yarım yok. Küldür küldür. 欢迎大家收看阿必得快乐100%栏目，我是节目主持人热米拉，我是主持人买买提江，欢迎大家的到来。欢迎。Hammamizga ma'lum bo'lganidek Küldür Küldür programmasi Markaz Avtonom rayonning turli afzal siyosatlarining turkisi maydonga kelgan. Avtonom rayonlik teatrchilar jamiyati bilan Qo'rg'as Rishintianshan madaniyat tarqitish shirkati va Shinjang Eiffel madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan Shinjangdagi eng cho'ng komediya sahnasidir. Bu programma güzel eslimelerge tolgan aldığınki 3 kararlıq musabısını galibilik besip ötüp, xalqqa yaqin bo'lish, turmushga yaqin bo'lish prinsipi bo'yicha o'zliksiz yangilik yaratib, har millat xalqining ma'naviy madaniyatini beyitib keldi. Biz yaqinda ichilgan partiya 20 qurultiyi va markazning Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirish siyosatining kuchli ruhiy va parlaq nuri ostida texmo hayratga kelib, san'atsevar korxonchilarimizning qizg'in qo'llashi bilan 4-qarar Abida Küldür Küldür programmasini suratga olyapmiz. Ben mushu xushalliq damlarda programma guruhimizga barliq xodimlarga vakolatan programmamizni qo'llagan barliq do'stlarga minnatdorligimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Resmi sayırı de. Mana. Ha. Oo. Yaxşımısınızlar? Bağlı uçuqtazlar, karxançı qarindoshlar yaxşımısınızlar? Xo'sh, aziz ustozlar, san'atsevar karxanchi do'stlar. Men oldin qetdim shu suv ishlar nazoratiga bir ish bilan bosib, qo'rg'oq kirsam, mayonda bir qushqashlar sayrayotdi. Keynimda bir ishtoq g'avshyotdi. Mayon qarasam, asli mushu akam shukan. Shu qo'li yitilablar, bir şey çok ismini chaqasam uqolmay qolmasin deb qushqash tili bilan e'lon qildim bayam. Abduskamni bir qarshilab olgan bo'lsak sahnimizda. Rahmat. Xo'sh, Abduskam, bugun bizniki Abida Küldür Küldür programmamizga yana qanday yangiliklar bilan keldingiz? Oila qushlarini, oila hayvonlarini, qushlarni yaxshi do'raysiz. Burun bunda doğrayanmaydım. Şu Abidan işken yağı 50 neçə xil nəsini doğrayan bo'ldi. O hammani do'rayli bugun. Qani. Qushdan boshlab ketaylik. Qushdan boshlaylik aka. Qushdan nechini men sana qashtiray. Kuşlar tüküdü mü? Emde nimi göttük. Öy hayvanları göteyleme. Naqılını. Toğudun başlap gittim. Toğudun başlap. Kiçik idin başlap çoğunqaman aile.
Yok manda tokunun avazı bilmiyorum. Bu şu anınız gibi soğusam bu şu toğulamış, toğulayıp bula balka da bu da vaqrab kiçi nim degeni o. Men xorazgı bildagin men japat atıp bunu tugdum. Sonra Mekyalanın da o elqi Mekyalanın To'popla davran saldı. etraf yığılıp vaqın nemese onu. Dam Onun ben digini. dedim, ben tuğuttum koptum dam be dep dan te. Ötken soğusam bu nim degeni gelirse kap batıldı mı sen buldu. Men de ataklap toğuşup aralı piştiğon degeni gen bu. Hoş aka yine. Yine bizim şu koy deyimiz, öy hayvanlarına. Emisi bu şu eçküdün başlap, kuzusundan başlap çoğuncuca. Oblak ya. Hem de Kalını bir doğru dedim. kalın ha, ma yoğun mu? Bu ama be. Yeni abluska ben bilişimçi nahayet yeni cık derslerini doğrayısız. Hem de bu şey yeni tuğulgan boğaklarının gibi avazını yaxşı doğrayısız. Aşınım doğrayın. Acep içiniz şırap getem abala. Hoşal, boğaklarla hoşal yığılayamam dedi. Balnelik bir sütüzlük bağında bir jıglap bir aylık bir tane avazı üzüp kalıyor. Telik kaldı deyimiz. Telik. Onu emçek sağandan keyin asta. Yığılana mesela. Mana. Yine. Aşıyor. Çağanlık bir poğaçan zettim. Ha mana bu şu. Ilqı hem de hemen doğrugan bile bu poğaçanın avazı doğurmak asan emas. Salıyor. Rahmet tağımcık. Mesela bu sakşı maçları deyimiz. Onu 120. Maşallah ne Maçları doğru. deyimiz. Doğru. kuzuş maşinesine. Ha. Ciddi kusuş kirketti. Oturuş maşinesi. Oturuş maşinesi. Hayrat getir. Undaki sakçı maşinesi 110. Rahmet. Küldür elini güldürer. Rahmet. Rahmet. Rahmet.
Abdülskim özü su işler nazaretinde işleydi. Ama şunda özününki talantı bilen. Akşam şu su tutkulu vagan, eti zıpkırladı. Şunda özümüz yalğız oturup şunda kuşkladım. Nurgun doğraş talantı bilen bizge ait kuşallık hep kilovatıdı. Tövendemde bizimki ustazlarımız Abdülskim kanda bahalarını birdeki anlap baksak. Muş nijatkam bunda ılqı. Muş xalq içideki muşunda sanatçılarla jiq pişirashqa adam. Nijatkam o'zi bir nima deb bermasa mush adam bu ishqa. Nijatga men mushu hozir Jungodagi eg'izga birdan bir hech qanday sanmay qushlarni do'raydigan shu Ya sizin hazır ağzınızda iş kadar neresi yok Ben bu işte hazır. sanmayayım Ha ya. Mehmetcan'ınki de bazı. Var. Ha. Biz Şu ben aşağılıkta- şunu sormak istedim birincisi. Ama o mamarat tersemdi. Ters. bu Azırak bir cevduklardan faydalanıp kullanmak çıkıyor demez mi? Birisi bu, ikincisi siz bu hem adamın kızıkışı acayip olur da. Hem adamın özünün bir Allah siz hem aslında bir organda işleydiğin kadr kensiz. bu ishdan sirt bir havasda Özünüz toğulup çoğulgan yeriniz kaya. Şixanza. Şeyhanızda. Uyadaşlar kuşkaşlar şuna Bu bir yerda o'rmonchi quvongan O'rmon. qushqashlar chiqqan. Ha. Undan keyin burun endi biz kichigimizni tortib siqirtishni yaxshi ko'ramiz. Ham birovni qo'y qizlarni siqirtында bir deb siqirtib qo'ysak, "Voy lukchak" deydi. Lekin hozir o'ylab baksam bu degan bir xilq odamlar Ya bu siqirtolmaydigan- hazır endi resmi bir mağara top kaldı demiş. 10 erkin turguzma birimiz salam sıkırtamayımız o demek için hazır. Şunu al diyelim mi? Bu mağara. Ama sizinki elik her xil kuşların avazları bulamdı. Hatta maşinlerin bu şu yağlayın bu şu maşinninki avazları bulamdı. Bu hakikaten bu mağaratke onu özünüz dediniz. İşkirdi mi nurgun ilik şanşınçılarımız var ya aşına bir mağarat doğraydı kalır var onun ağzında nimbacı jobduk. Bazıları ilik nimene ma haşonu ağzı sildirip kalırdı. Yani bazılarının özünün bir jobdukları var. Ma sizinki res fevkalade ayrım ki bu. Ayrım ki aferin. Evet yaxşı. Bizning hozir ma Urumchida bir qushqash bor. Seriq tumshuqli qar qushqash. Ashni momina mushu hozir kun issiqandan boshlab 3-oydan boshlab sayrab 6-oyga borganda bu tuxum chiqirdi shuning bilan sayrashni to'xtadi. Balasi bilan bu uvus bilan bo'lib ketdi. Bu qushqashni men shu mishada o'rgandimda kunda anglab ovozni siqitib ko'rib Ha, to'g'ri, to'g'ri. osh qushqashlarni men siqitib shu eklalayman. Azchi? Eng sadi qo'pab sayraydig'ini To'g'ri. Qara çoğurak. Aşk kuşmu aramaptı da adam o özünün bir sayratın aramayı. Aş qushqashni men biz ashna o'rmon bayadilar. Shu mishni doğrasam xil jiroqdan daraxtlar qurib keldi. Ay şu siz o'zingiz bilmagan bile ah yarim degan gapini qilib saldiga o'xshaydi. Aşının tildi gekipse. Shu men pilni o'rab beray. Atdan kelib chapqan ovozlarga men televiziya tarjima filmda men ovoz bergan. Masalan atning mush atgan chapqan ovozini tuyoq ovozini o'rab beray. Undan keyin suvdan o'tgan yerlarni Mehmetcanlar bilan ancha muncha siqitib yurib, ancha muncha ta'lim oldik. Siqirt jamiyat qurvasan. Mushu Abdulla Mamning bir naqshlari bor edi, burun maktabda o'quvchilarni gimnastika o'ynatmoqda ekan. Böğürlen, böğürlen mi da vereceğim böğürlen? Uğraş
ovozlarni, hayvonotlarning, qushlarning ovozini doğrash degan o'yliqi alaydı mashqdan kelgan emas, senda shu alaydilik bor, tug'ilgan. Men ashta qarayman uni. Sen mashq qilib keltirdim desang, uni mashq qilib uni qilolmaydi mencha. Ya tegida muşta Ashta senada ashta bir alaydilik bor. Alaydilik qiziqishi bor, lekin yanjiqlarni mashq qilmasa, Aşna bir talant ba. Ashta bir talant bo'lgandan hadi sen buni mashq qilishni yaxshi ko'rding, do'rashni, ashnaqa intilding-da, boshqa odamlar unda bo'lmaydi. Bu alayda bir tur jiqjutlarni bor do'raydigan bola, ammo bu bek oz. Bu ne şu biz nakşe için yaxshi ko'rgandek bir yaxshi ko'rish bor da. O'qitishni qaramaysan. qiziqishi olmasa bo'lmaydi. To'g'ri. Hamda isqirtish deganmi? O sen abiyam degandek yosh vaqtlarimizda aytadi. Ayta isqirtdik. Bu hamda isqirtish burunlarda birisinin kayniga qartish uchun yoki jiroqda bo'lsa, palonchi desa, yani onun ketken kuşunun yerimi ketdi isqirsa asalla-da qaraydi, etiz ishlayotgan yoki jiroqda ketib qolgan bir kayni qaraydi. Shunga uni munda qilimiz to'xtaydi. Bu aşındaq bir qoral şekilde işletken burunqi hozirqidek telefon yani bir nimada yo'q vaqtlar. Mesela yoshlar ma'lisiga berib isqirsa, isqirtqindan toniydi yigit ekanligini yoki qo'shnisining qizning yigit ekanligini oralaydi qizlarcha. Ashta bo'lib ketgan degan. Ashta ustib ketgan o isqirtishlar. Shunga ketib qolgan qiz bola isqirsa, kayni qarab lökchak degan bekor gap emas. Menga po'qirlik qilyapsa degan u uqib bo'ldi. Nimaga isqirtayotgani uqib bo'ldi degan gapda. An tushunda qizlar. Shu davrda nayt muhim qoral o'rnida ishlatilgan bu isqiriq degani. Men kichik vaqtimda Yamanbek yaxshi ko'rardim isqirtishni. Nemishqa desa, bizning qo'limizda chalg'u yo'q vaqtida biz shu uyg'unvag'i ahonlarimizni taxmin puxtlash uchun men davomli isqirtdim. Chunki ko'galiyada vaqirab yugilolmaydi-da naqsha. Yo'lda ketib o'tib, maktab ketib o'tib, kagicha hammasini ushbaq ya adam yo'q yer kuchliroq, adam bayat bo'shroq. Ko'proq lozim bo'ldi, Lozim bo'ldi biz shu ahonni o lozim bo'ldi ko'p yerlarda. Men bu yomon ustib ketgan. Ammo menda texnikalik bunda masala bizda yo'q. Men ahanglarni isqirtib başta. Men burun muzikalarni pechi qildim-chi. Bu vaqtida bir g'ayri ikkimiz ishlagan MTV'da men isqirt muzikani o'rnida ishlatdim men. Qasnashdi. Telefon bo'lsa, telefonniki telefon. Ya. MTV üstündəği dararida didi da darida degan naqshida muzikani ishlatgan. Chiroyli narsa muzikani o'rnida ishlatgan bo'ldi. To'g'ri. Shu rasmiy aslida muzikaga keltirib chala oladigan bir soatda abuz deydigan. Burun ayrilib qoldi. Tumarisda o alamet çaltığı, mıda çaltığı ma kolunu saptırıyor. O'yliqi Anki mal vaqtidganlarmi boshni ishlatdi. Mal vaqtidganlarmi. Mal vaqtidan kapta ovozda. Kapta ovozda ishlatdi. Mal vaqt qo'y vaqtidganlar ishlatdi. Ammo shu qo'ylar shu egisining isqirtishning bildi. aqangi burul yoki ishtigirak mana deyotganda sezalaydi, bilalaydi malmo shekilli. Evet, yaxshi. Bu bir nochi maharatken. Bu bir maharatdan. Yaxshi deb keldiniz. Rahmat sizga. Balki bizningki o Abide Kültür programımızda qo'llab kelayotgan san'atsuvar karxanchi do'stlarimizning yurak so'zlari va ko'ngil izhorlari bo'lishi mumkin. Birlikda anglab boqaylik. Rahmat. Bizning Abide shirkatining azroq ko'ngli bor, qabul qilsangiz. Biz shu uylaringizga bizning bir yurish, shu Abide har turli ichimliklarni yetkazishdan sert siz Şinjanning qandaq yerda bilan Abide shirkatiningki butun Şinjanda 87 yada vakolatchi 150 dan ochiq top taqtish markazi bor. Bizga shu yarim kun, bir kun burun xabarlam qilib sizning dasturxoningiz, bizning dasturxon, sizning har qanday so'rovlaringizga biz chiroyli o'sin qo'shqudek mollarimizni tizib qilib beramiz. Yaxshimisiz? Bizning Şinjan Janon Pan texnik cheklik shirkatimizningki maslahat o'g'an shu xristallardan bir yurishlik sizga ko'ngil so'q qilsam, Rahmat. qabul qilsangiz. Bizning Anana shirkatininki Fransiyadan import qilgan bek saqalag'ush bilan turmush yurishlik qog'ozlarimizdan har birisidan 2 yurishdan sovg'a qilamiz sizga. Rahmat sizga. Rahmat. Şinjan Sirlikö Soçek şirketimizden Ayparizat Merkez'deki turmuş bölümlerinden bir yürüyüş soğuksak qabul qilsangiz. Rahmat. Yaxshimisiz aka, xush kelibsiz. Alqmar shirkatimizning yanında biz asalgan ochiq sularimiz va Alqmar markazidagi. Shuningdan 3 yil so'q qilsam, undan keyin
3 yurish sovg'a qilsam. Rahmat. Qabul qilsangiz. Rahmat. Bizdinki sizga ko'ngil so'g'imiz bo'lsa, shu Ro'ydaning 4-qavatga joylashgan o'tanchi Qalagüç Ugurxonimizning bir tarmoq do'koni bor. Shu yerda sizningki 500 yuan qiymatidagi iste'mol kartasi. Onundan sırt Şinjan Tuş Cemiyeti Bilyard Klubumuzun Ürümçideki Bilyard Klubumuzdaki 500 yuan kıymetindeki iste'mol kartısını soğat kılay. Mübarek olsun. Rahmet. Bizningki budu yandan bazaq sağan hava qazan şu kavap selişqi qolayliq bo'lgan hava qazandan bir yurish. Rahmet. So'g'at qilamiz. Rahmet. Tabassum şirketidan. Rahmet. Sizga shu 3000 yuanlik taqsiz davolanish yana balalarınız bo'lib qolsa, u balalarga ishlatsa bo'ladi. Tish asrash shu kartasini so'qsam, o'rnimiz shu Shinxua Janubiy yili Güzel Qashtish mehmonxonasining yoniga joylashgan Shahzod Eg'iz boshliq ambulatoriyasidan shu davolash mulozimatlarimizdan bahramand bo'lgan bo'lsangiz. Rahmat. Rahmat. Sog'lom bo'ling. Sizga bizning azroq ko'nglimiz bor. Bu şirketimizniki to'g'risida olqishlayotgan maslahat va koinot barqiliq. 550 yuan qiymatidagi bir yurishlik maslahat so'qildi. Rahmat. Qabul qilsangiz. Rahmat. Gülo şirketimizning sog'lomlik mahsulotidan bir qap sovg'at qilsam qabul qilsangiz. Rahmat. Sizga biz yana Karvan mablag'li shirkati nomidan Mo'ligirin Abdullar bilan mashinangizning asrash mulozimatini sovg'a qilsam, buni Urumchidagi bir necha o'rnimizda bor. Masalan, Davanda shu yerdan bu mulozimatdan bahramand bo'lsangiz. Azmazroq ko'nglim so'g'an. Rahmat. Ko'ngil so'g'aman. Rahmat. Yaxshimisiz, xush kelibsiz. Mehriy mablag'chilikka sizga bir ko'ngil so'g'isi bo'lsa, Vodka markasidagi 100% saf asallaridan bir yurish, undan Jaeger markalik qahva yurishligidan bir yurish. So'g'a qiladi. Qabul qilsangiz. Rahmat. Sakar elektr uskunalar shirkatimiz bozor sab kelayotgan meva sharbati uskunimizdan oilalar ishlatish qulaylik bir yurish. So'q qilib olsak, undan keyin shu million qiymatidagi uy jihozlari setib olgan itibar kartasi qilib olmasak, bizning o'rnimiz shu bosh do'konimizning o'rni Konu Xolinda. Şu Marva markasidagi shu import qilgan quruq yemakliklardan sizga 2 yurishdan shu o'rningizga sappasak, az bo'lsa-mu bir qabul qilsangiz. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat. Baliq ustozlarimiz Askana ait yaxshi taklif fikrlarni berdi. Bundan keyin texmi yangiliklarni yaratib turishimiz uchun dilimizdan umid qilamiz. Bizningki yan taraf ta'sir sahnasi bor. Yerda bir illarimiz atkan choylarni damlab saqlab turyapti. Birlikda ishlayga marhamat. Küldür küldür elni küldürer. Xush geldiniz aka, bizningki shu ta'sirat uyimizda bir qiziqchiliklarni qilaylik deb sizni taklif qilib oldik. Küldür programmasida bunday yaxshi yumurlarni ko'rsatib berdingiz. Ammo aka qiqas hadi. Haqiqatdan isil bo'ldi aka. Bugun nima men? Biz shogird kelsak bo'ldiki akachim ham o'shdan haqiqatdan. Sha nima begimotdan ovoz o'g'in olsangiz. Shu kakuklanchi. Kakukni rasmiy keltirib qo'ying. Voy! Voy. Haqiqiga? Anlagandek olsa. Cho'ng ko'klar kelgandek bo'ldim bu kitobda. Va akamiz bo'lsa uyda qushqash boqmasam bo'ladi. To'g'ri, men qushqashni haqiqatan qushqashni doğursam qushqashda bir inkas paydo bo'ldi. İşni doğursam ishda inkas paydo bo'ldi. Parangiz sizda doktorxonga shu ayolim boshanganda kechida amra bo'ldimda shu bu baxtni zodi bir do'rapaga qanda zodi o'xshamoqman deb kechida 2 da men koridorda bu baxtni do'rdim. Mafu bojayimda. Bu baxtni shunda do'rsam degan uydan bu baxlaqanda yig'lab ketdi. Aksida qaytadi. Bu baxlarga inkas kelgan gapda yana yig'layli deb. Abi deyəcəksən. Ananın qayğısı saksız. Ananın qayğısı da. O, yıldırdı. Balan tərət qırıqdı. Bak yaxşı oldu aka. Bugün intayim bizimle hoş olduk. Ustazlarım yaxşı fikirlerini verdi aka. Hem de sizdeki şu bugün o'rindigan numaranız hem de sizden qancha persenler bo'ldi bir ko'ngildagi so'zingizni bir deb bergan bo'lsangiz. Men uchun 80% bo'ldi. Yaxshi oldu aka. Rahmat. Men 80% bo'ldi. Xudo qilib taklif qilsak kelamsiz. Bog'chilar-chi? Bog'chilar doğursam degan haqiqatan ashunda odamlarga qushqashni izlaydi. Sabiy yetmay qoldi. Men jiddiylashish. Xudo bog'chida olaylik bu program. Jiddiylashish. Ustozlar
Men Necat ustozlarni ko'rib tunchiqdim ko'rishim, uzun bo'lib ko'rishmagina. Endi bu daqiqatim kelgan vaqtingizda yo'q hayvonlarni doğrab bir kelsangiz ham dedi. Timsoqlarni dedi. Güldür programmasi mana sizdek talantli akalarimizni qizg'in qarshi oldi. Sizning ishlaringiz o'ngishli bo'lsin, teningiz salomat bo'lsin aka. Yana bir qitim güldür ko'rishaylar. Rahmat. Küldür küldür elni küldürer